Songjan Lojishinni 108 palvon ichida nechinchi o'ringa tizdi. Subuyda filmiga qarasak, bu yerda Chogay o'lib ketgandan keyin Songjan bosh ataman bo'lib 108 palvonni tartibga turg'izdi. Endi sen 1-chi, 2-chi, 3-chi, 108-chi deb. Nayt ustulik bilan qildi-da bu ishni. Endi bu yerda qarasak Lojishinni 13-chi o'ringa tizdi. Endi udulla desak, gapni Lojishinning o'rni bu yerda to'van bo'lib qoldi. Shundami bu mahorat jihatdan Linchung bulardan qalamda hargiz qolmaydi, qilishmaydi. Ham bu kichigidan tortib muntasim harbiy ta'limot olgan, har qanday qurolni ishlatishni bildigan haqiqiy lashkar ma'u. Ayliq bir qanchalik bir lufchaklik qilib, xafla urush mushlushiblar, atama bo'lib chiqib qolgan ularga o'xshamaydi ma'u. Menimcha olsa Lojishinni chuqum oldingi 10 ning ichiga tizish kerak. Sizlarchi-ku. Endi nemishqa Lojishin buningdek 10-o'ringa tizilib qoldi degan vaqtda birinchidan bu yerda Lojishin bu yerga sal keyinroq Arlong teg'idan keldi, shunami? Ya'ni Liangshanning eng dastlabki qurg'uvchilari boshdan oxir ba qatorda yo'q, bu keyinroq mehmon bo'lib keldi bu yerga. Ikkinchidan buning og'zi qo'polroq, to'mpayroq, bu yerga Songjanga voy og'a deb bunda xoshamat qo'ylik qilishni bilmaydi ham xohlamaydi. Shuning uchun shunday bo'yatdi bu ish. Hammasi unda odillik, mardliklarli bo'lib ketmadi. Lekin bu Lojishinning og'zi qarsak, cho'ng ishlarni qilsa buni shunam kichik ishlar bilan toz xo'sh yo'q mabal. Mijozni qarsak, taxmal Likoy Wusunglar qargan sal o'zini tutib ola oladigan, sal kallishilib qila oladigan, ulardan sal adabligarak texi. Songjan elbulimiz deb yurgan vaqtda voyak deb yurgan Wusungmi yenib qo'ydi xalqning oldida. Voy, sat turamu demay. Likoy texinbek og'zini emas, putqulni boshqara olmay qoldigini, shunami? Endi bu Lojishin ular qargan sal o'zini tutib oldi. Lekin hali tunch qatim bu Liangshan ko'ldiklarni el qilimiz deb el qilish buyrug'ini topshirib chiqqan vaqtning o'zida qarsak bu yer qoqqanning yorlig'i bir qadar haqoratli, bularni qat'iy ko'zga ilmagan. Endi buni o'zini besib aram tursa, eliq Ruanshavchi almashtirayotgan, eliq Jundi Shahan mayni ichib achchiq deb ko'z degan et chiq dasab yadi batbargini chiqirib atadi. Shuningla achchiqni o'ltirib o'taylik buni deb shu yerda butun azmatlik o'ltirib atqil shugirab tillab kelsa, bu yerda Songjan voy inilarim deb tizilib, bu yerda jinni tilab qoldi. Endi Lojishinning mayli bo'lsa, buni shu yerda o'ltirib atdi. Endi keyin Gauchuni Liangshanda tutib olgan vaqt qarsa, endi Linchungga hamdamlashib bu yerda Gauchuni o'ltirib atqil tankildi bu yerga. Lekin mishadi Linchung qarsanglar jon achchiqni o'ltirib atirganda keladi, lekin Gauchuni oldiga kelib to'xtab qilib, "Sen meni tunamsa, aniqlamsa, man qilamsa" deb quruq gap setib, endi o'ltamaydi. Bunda achchig'ini uchun oldigan odam shuncha jiroqdan qilishmashdi, ko'tirib kelib Eliq ketmadi mundaq chapadigan bir ish bo'tdi, oshtaqlam chumaya. Endi mushada Linchung qarsang zodi nemini saqlayotdi bu? Endi men endi Lojishin buni ko'rib jon achchiqdi, yerilib ketdi, tas qoldi, o'ng'it Songjanki buni aytgandan keyin. Unda so'rashinglar mumkin, Lojishin hamsi nima o'zini o'ltirib atmaydi deb. Endi bu Gaucho bilan Linchungning o'tirisidagi ish, Linchungning bevas adovati bor. Nima Linchung o'zi rost o'ltirayotgan bo'lsa-mu, hech kim bakchong ayblab ketmaydi, chunki hamma odam uqdi bu ishni, shunami? Uning hammaylar Gauchog'im o'sh. Lekin mayada Lojishin o'ltirib etib qolsa, bu harbiy nizom xilof qilgan bo'ldi. Xalqning ishiga chat kirib olganlik bo'ldi. Uning ustiga Liangshanning o'rnidan aytgan vaqtimi bu Linchungga eng dastlabki qurg'uvchilarning birisi, eng dastlabki Gudongning birisi bu qisi bo'ladi. Lekin bu yerga Lojishin ateq bugun keldi bu yerga ateq hamda Arnushandan kelib bu yerda mehmon o'rnida turayotgan odam bundaq cho'ng qalayimqanchilik chiqarsa, ayibnishi turganligi. Hamda mosha haqiqatan odamning eng achchig'ini keltiradigan, eng achchiq jutib olgan bir ko'rinish qo'y. Keyin Gaucho ketib qoldi. Linchung otning ustida qon qusib yiqildi. Lojishin achchiqdi otni bir mushlab uchirib atadi. Linchung bilan bizmi tang achchiq jutib olgan qo'mishani ko'rib. Endi mushaning o'zida qarang, bu yer Songjan elbulimiz desa, bu yer Lojishindaymiz, Wusungdaymiz, Likoydaymiz. Bir qator mushat azmatining hech qaysining elvo'g'isi yo'q. Hammasi norozi bo'lib, bu yer qarshi chiqayotgan vaqtning o'zida bu yer Songjan ostonkalik Pans bazmisiga o'z baridi Lishishi bilan ko'rishkili. Ham bu yerga Likoy bu qaroqchilarning hammasini eppardi. Nimishqa shunday qildi? Navad maqsadi shu Lishishi degan qiz bolalarni bevas ko'rishib bir yenib keldigan shu bo'lsa, bu yer shu Yanching, Dayzong, Chayjin G'ojam qatorliq gap anglaydigan isli sifat bolalar bashuni akasi bo'ldi-ku. Ishqi bu qolgan ehimjazalik bir talay qaroqchilarni tang boshlab keldi. Bilamsizlar, o'sha Songjanning ajoyib kallis ishlab ketgan bir o'yini bor. O'ylab beqinglar, Songjan nimishqa shunday qildi? Subuydan damliq asarning davomi qiziqilgan do'stlar, meni qo'shib olishni unutib qolmanglar.